Audios kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka do'sti birodarlar. Barchamizga o'tib ketgan Saidali yom yana bir bor muborak bo'lsin. Akalar, juda ko'pchilik so'raganda obunachilarimiz Rossiyada turib ham so'rashdi, shu O'zbekistondagi obunachilarimiz so'rashdi. Hop, nima desam bo'ladi? Mol chiqaryapsiz, aka, molga bergani hashak-hushaga ham chiqarib bering, faqat mol chiqarib olmang deb so'rashgandi. Hop, akalar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha mana hop, Sobon polyaga yetib kelganmiz. Atrofni bitta ko'rsatib qo'yasiz. Hop, operatorimiz Shovon Choro uz kanallariga o'tib, obuna bo'lib, like bosib, xudo xolasa yaxshi kontent olib boryaptilar. Bozorga ham chiqib ko'rsatyaptilar, narxlab oladi. Uydagi o'sha nimasi bo'ladi? Xullas, ya'ni nimasi qisqa qilib aytganda kerak narsalarni kontent qilib chiqarib beryaptilar. O'tib, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akamizni ham. Hop. Shurataga xudo xolasa, aka, bugun biz Namangan viloyati Toshbuloq tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idanmiz. Xudo xolasa, necha gektar dedilar? 6 gektarmi, 5 gektarmi dedilar? 5-6 gektar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 5-6 gektar bor. Hali sotilgan yo'q. Xudo xolasa bugun yaqinda o'rib chiqib, traktorimiz ketib qoldi. Ketib qoldi, ma'lumot olamiz. Ulgurmay qoldi, to'g'risi uni video qilib olgani. Hop, savolimizni bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana. Metrimizda olganmiz, metrlarni ko'rsatib qo'yamiz akalar. Hop, bunasiga 1.20. 1.20. Ko'rsatib ko'rasiz. 1.20. Xudo xolasa, hop, bunaqasiga eniga 50 sm. 50 santiga. Mana qanaqasi ham ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatib qo'yamiz. Realni bo'lsin. 38-40 chiqyapti. Lekin shurataga somon ishining juda mayin ekan. Buni ko'ring. Mayli, har kimga chiqarayotganimizdan boshqacharoq. Juda mayinligi. Kilasiga aloqada bo'lsa, to'g'risi tarozimiz yo'q. Ha, endi uni ham uyushtiramiz. Shurataga xudo xolasa. Uyushni ham uyushtiramiz. Xo'p, kilasi endi taxminan necha kilo keladi deysiz? 20 kilo bor. 20 kilo bor. Walkingga 30 kilo emas, chunki bu nima deydi, zo'r ekan. Narxi qimmat ekan. Abduhamid mana boshida aytaymi, gapingizni. Lekin haqiqatan obunachilar ozgina qimmat. 10 ming so'm deyishdi. To'g'risi talash tortib 9 ming so'mga tushirib berdik. Tushirdik 9 ming so'mga. Talashmaysizlar degan obunachilarga 7 minglik, 5 minglik, 6 ming hajayni ham chiqaryapsiz, hurmatli obunachilar. Ma'lumotlarni berib ketaverasiz, o'shalar men ham gapirib turaman har xilda. Xudo xolasa akalar, qo'limizdan kelgancha video rolik qilishga harakat qilyapmiz. Yurib kelgingilarni ko'rsatib, yaqinlashtirib ketaveramiz. Oldindan uzr so'rab qolamiz. Bizga atrofni ko'rsatib qo'yasiz. Ha, atmosfera mana. Nasib bo'lsa issiqdimi, Abduhamid akalarimiz xizmatdamiz xalq uchun, Vodiyuz sizlar uchun maxsus. Aka-ukalar, buni qimmat bo'lgan sababi ko'chada ham narx ko'tarilib qoldi, Abduhamid. Shunday bildingizmi, ozgina kamaydi ham. Kamaydi, talamash bo'lyapti. Sentrda talamash bo'lyapti. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Uni ham mana buni ketib qolyapti. mayinliga ahamiyat berasiz. 10 millik, 8 millik. Bir joyda turib mayinni ko'rsatyapti, demanlar, obunachilar mana. Hammasini ko'rib olur, hammasi mayin. O bizda dastlabki xizmatlari yo'q ekan bayda. Dastlabki xizmati yo'q ekan. Dastlabki xizmati qilib berolmas ekanlar. To'g'risi bir yosh kattaroq. Hali, masalan, akamizning o'g'illar telefoni suvga tushib ketibdi. O'g'illarning o'zlarining telefonlari suvga tushib ketib qolibdi. Hojibomning o'zlarining nomerlarini qo'ydik. So'kinib telefon qilish yo'q. Telefon qilib qilmaysizlar, agar videoli telefonda olmay qolsalar xafa bo'lish yo'q. Tusholmay qolishi mumkin, zaynat bo'lishi mumkin. Sababiki kecha akani bitta fermer akamizda Abduhamid mana video qilib keldim Jomoshovda. Siz vaqtingiz bo'lib o'tolmadingiz. Siz ham qo'ydingiz kanalingizga, uni ham ko'ringlar akalar. Zo'r kontent bo'lgan. O'zim ma'lumotlarni berganman. Shovon Chorvani admini, operatorlik qilyapman obunachilar. Mana hozir ukamizni sir gaplarni berib qo'y, o'zim gapiraman. Sababiki kechagi fermer akamiz ko'rayotgan bo'lsangiz, telefon ming bor uzr telefon qilyaptilar. Kechagining o'zida deyaptilar, 730 ta telefon bo'ldi, uka deyaptilar. Videoni qo'yganingizga ancha bo'ldi-yu, nomerlarni muzlatib qo'yganman. Sababiki pris tugab qolibdi-da. O'shanga yangilar har kuni ilinib chiqaryapmiz mana. Mana shu 5 donasi 1 mirovay bo'lib ketdi-yu. Mirovayga 30 ta sig'adi lekin. Sig'adi. Mana shu lekin juda mayin ekan, drabilkadan ham o'tkazish shart bo'lsa bo'ladi shu aka. Mana edi Abduhamid. Mana sheylarda Tepaqo'rg'onlik akalarimiz, Saroylik, Olchilik akalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, udobno joy deyapman. Xudo xolasa, nima soladi? O'sha mestopolijeniya deydimi? Judalik, tushunarli. O'sha bu yog'dan Namangandan kelganingizda, shu Tepaqo'rg'onda svetofordan Tepa masjid dermidi? Ha, Tepa masjidda o'tganingizdan keyin yo'q, Tepa masjidga burilishadi, ha deydi. Kichik Quramaga yetmasdan, qo'y-qo'ralar bor yo'l bo'yida. 10 qo'lda. Hop, mana akalar. Xudo xolasa. Yo'l, mashinani yo'lni bo'yida-da akalar mana shu asfalt. Yurishgani ham qiyin bo'lmaydi. Asfalt mashina aka, mana yaqinlashtirib ham bitta olib qo'yay mana. Bu yog'i To'raqo'rg'onga chiqib ketadigan yo'lida. Bu yog'i To'raqo'rg'onga chiqib ketadi, hali Banisani oldidan Mirishkor yo'lidan chiqib ketadi hali.
neydi? Ben esa kanaldan o'tgandan keyin shunday chiqsangiz to'g'ri qilib akam ukam kasallik akalarimiz ko'rayotganmiz. Narx balandlab qoldi ozgina. Kommentariyada so'kinmay yozing. Yozing aka. Ming so'm tushirib qo'ydimmi talashib tortishib. Talashib tortishib, xudo xolasa, imkon boricha obunachilar qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan arzonroq yerni ham topishga harakat qilamiz. Yana nimalar kontent qilib beramiz. Aka, xudo xolasa videomizni ko'rib turibsiz. Mana mol chiqaryapmiz, endi bundan buyon mana somon chiqaryapmiz. Bundan keyin akalar xudo xolasa beda, bug'doy so'ragan akalarimiz. Arpa ham so'rashyapti. Arpa so'rashyapti. Ularni ham xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sekin-sekin. Xo'sh, bedani qaysi kunga va'da beramiz? Nasib bo'lsa. Aka, xudo xolasa uzoq 2 kun. Bozor kuni Samarqand savxozga chiqamizmi? Xudo xolasa. Bozorga. Alloh taolo nasib qilsa, tinchligidan berib tursa. Ishida borda. Chiroyli qilib kontent qilib berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Paddishka berib like'larni bosib turasizlar. Akalar rahmat, mana Xudoga shukr, shunchalik mana paddishka qilyapsizlar, like bosyapsizlar. Aka, haligi masalan, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlayapsiz. 3000 tadan o'tkazib oldik ikkalamizdan, Xudoga shukr. 3000 tadan o'tkazdilang, rahmat. Maksimal paddishka avtorini Xudo xolasa akalar biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz mana. Siq demay. To'g'risi. Xo'sh. Abdulhamid ertamandanmi nechta video qo'ydingiz? Aka, ertalabdan bilan 4 tami, 5 tami video qo'ydim. Aytib o'ting, qaysi arzonchilarni qo'ydingiz? Akalar o'tib ko'rishadi-da, faqat buni ko'rib chiqib ketishmaydi. Ha. Ibrohim arzonchinikni qo'ydim, Hasan Mo'yson bo'ylar. Abdulaziz aka-ukalarni qo'ydim. Arzonchilar ular ham. Hop, Otabek Oybeguz ustozimizni xonadonlariga borib video qo'ydik. Qanaqa mollar chiqaradi o'shalar? Bir aytib o'ting. Men ham bilaman endi, sizdan eshitgan yaxshi-da. Novvos, xunojin chiqar. Novvoscha, xunojin, assortiment. Otabeklar Oybeguznikida xunojin chiqarilmaydi. Novvos. Novvos. Ibrohim arzonchinikida, Abdulaziz aka-ukalarnikida ularnikida assortiment. Sigir ham bor, katta yirik buqa ham bor, kichik buqa bor. Xunojin bor aka, yirik xunojin bor. Mana mashlarni aytib o'tganingiz yaxshi. Xohlasa o'tib kanalimizga o'tib ko'ringlar, chiqaryapmiz. Haligi Abdulhamid Drabilka xizmatini ham bir Aka, chiqaramiz. o'sha narsani ham men o'ylab turibman, ertagaga harakat qilamiz o'sha narsaga. Ha, shularni ham Ya ma'lumotlarni. ertaga yo'qolsam indingaga. Shularni ham ma'lumotlarni berib Xohlasa ularni ham qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni aytib ketamiz. Chiqaramiz. Makkani bor-ku. Hop. Bir ikkita men o'zimning kanalimda ham gapirdim. Makka mana birinchi yozgi, bahorgi haligilar o'zi kelib qoldi-da Abdulhamid, to'g'rimi? O'shani dumbil solganda, u kuni o'zimga telefon qilib uchrashib aytishdi. Bitta dumbil solib pishishga kelganda bitta obzor qilamiz. Zakaz olishadi. Ha? Kuzatib tursin bizni demoqchiman-da. Xohlasa. Birinchi mana bu YouTube'ga kirasiz, kanal nomi chiqib qoladi. Vodiy Uz Shovon Chorva deb yozishyapti, chiqadi. Obuna bo'lishni bosishda hammasi yoki West deganini bosib qo'yishmasa, keyinroq borib qolishadi. 3-4 kundan keyin, 1 kundan keyin borib qolsa telefon qilishyapti, mol sotilib ketdi, birisi sotilib ketdi. Sababi aka, birinchisiga Westga boring, tepada qo'ng'iroqchadan sizga xabar keladi qizarib. Kanal nomi bilan. Obunachilar qo'ng'iroqchani ezib qo'yinglar, xudo xolasa biz yuklab borayotgan videolarni eng birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Xudo xolasa. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Akalar, hamma ma'lumotlarni berdik. Shurataga ham aytib o'tgandek, xudo xolasa o'sha Makka haligini ham dumbil solgan uchun, haligisini ham qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib. Dori sepib ketgan qaysi? Dori. Vetyapti ekan olamiz. Ana shu narsani shurataga o'zingiz bilan ham kelishdik. Xudo xolasa u narsani ham bir kontent qilamiz. Obunachilarga ilinamiz o'sha narsani ham chiqaramiz. Haligi. Like'larni bosib nima bo'ladi, mollarga qanday dori ukol bor, qanday haligilar bor o'zgartirgani, bitkanasiga qanaqa ukol haligi dori eng yaxshisi, haligi masa bo'ladi. Foydasi bor narsalarni xudo xolasa kontent qilishda davom etamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa biz sizlar uchun astoydil harakatdamiz obunachilar. Like'larni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa video syomkamizni shu yerda yakunlayveramizmi? O'z o'rnimizga borib qoldi. Yakunlayveramiz akalar. Shovon Chorva uz bilan, Shovon Chorva bilan Vodiy Uzga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa eng zo'r arzon sifatli narsalar faqat shu ikkala kanalda bo'ladi akalar. Akalar, paddishkani berib turasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Dedi Abdulhamid. Video so'ngida aytib qo'yaman. Bug'doy o'rin bo'layapti ekan, ruxsat bersa, sheyda videoga olib ketamiz. Xudo xolasa sheyni planlashtirib turibdi. Haligini ma'lumotlar bersa, endi juda ko'p yerda to'g'risi sotilib ketib qolyapti. Haligi bug'doyda narxini, arpa narxini ham bir bilib ketaylik obunachilarga. E'tibor uchun rahmat akalar, paddishkada bo'lib Vodiy Uzga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Nasib bo'lsa haftaning juma kuni 12-iyun 2026-yildamiz. Umrlaring, rizqlaringga, kasb hunarlaringga, barcha narsalaringga baraka tilagan holda video syomkamizni yakunlaymiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar, bundan zo'rlari hali oldinda.